Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahzod. Bugun sizlar bilan targeting bo'yicha ikkinchi darsimiz. Ya'ni bugun sizlar bilan biznes menejer ochish, reklama xonasini yaratish va uni sozlashni ko'rib chiqamiz. Va biz birinchi darsimizda sizlar bilan Facebook profil ochish, Facebook page ochishni ko'rib chiqqandik va o'rgangandik. Agar sizlar bu darsni ko'rmagan bo'lsangiz, bundan oldingi videomizga o'tsanglar, bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Unda qani ketdik. Xo'p, endi biz sizlar bilan biznes menejer ochish va uni nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz. Bize biznes menejer ochishimiz uchun birinchi kerak bo'ladi Facebook profilimizga o'tib olamiz va biz bu yerdan Ads menejerga o'tamiz. Xo'p, bize shuni olishimiz kerak, o'zi biznes menejer nima? Bize Facebook ochar ekanmiz, ikki xil reklama akkaunti bo'ladi. Ya'ni bizga Facebook taqdim qilgan o'zimiz nomida mana bu yerda berilgan vash akkaunt. Ya'ni bu bizga Facebook tomonidan berilgan shaxsiy maqsadlarimizda reklama yoqishimiz uchun akkaunt. Va bize qanaqadir biznes uchun reklama yoqadigan bo'lsak, unda bize biznes menejer yaratishimiz kerak va uni sozlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biznes menejer ochayotganingizda, sizlar Ads menejerga kirganingizda katta ehtimol bilan bo'lishi mumkin. Sizlarda bitta sozdать рекламу, pastida sozdать biznes portfolio degan yangi okna ochiladi. Shu payt sozdать biznes portfolio qilib turib, shu knopkani bossanglar, hozir men biznes menejer ochaman, xuddi shunaqa sizlarda ham biznes menejer ochilishi kerak. Xo'p. Birinchi o'rinda agar sizlarda bunaqa okna chiqayotgan bo'lsa, men ko'rsatgan yurishlar bo'yicha qilsanglar, sizlarda ham biznes menejer ochiladi va keyin uni keyingi etapida sozlaymiz. Okey, biz birinchi Facebook orqali Facebookga kirdik va chap tomonimizdagi blokdan Ads menejerni topib olamiz. Ads menejerga kiramiz. Kirganimizdan keyin aytganimdek, sizlarda boshqacha okna ochilishi mumkin. Shunda sozdать biznes portfolio knopkasini bosasizlar. Xo'p, biz agar bunaqa ochilgan bo'lsa, biz hozir shaxsiy reklama akkauntida turibmiz. Ya'ni bu yerda mana men o'zimni ochilgan ism, familiyam bilan turibman. Bu ya'ni shaxsiy reklama akkaunti. Biznes akkaunt ochishimiz uchun, ya'ni biznes menejer ochishimiz uchun bu yerdan sozdать biznes portfolioni bosaman. Endi u portfoliyomga, ya'ni biznes menejerimga nom beraman. Misol uchun Space Academy darslari degan beraman va u biznes menejeri kim yuritishini familiyasi o'zimniki va bitta biznes menejerga keladigan xabarlar bo'ladi, ya'ni bloklanib qolsa, u yerda pullar yechilsa va shunga o'xshagan xabarnomalarni olib turish uchun bizda pochtamizni berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga pochtamizni kiritamiz. Va bu yerda aytayapti, agar biz stranitsa ochgan bo'lsak, ya'ni Facebook kanal ochgan bo'lsak, mana shu Facebook kanalni mana shu biznes menejerga ulaysanmi deyapti. Agar ulamoqchi bo'lsak, o'zi katta ehtimol bilan bitta biznes uchun kanal ochamiz va o'sha biznes uchun biznes menejer ochayotganimizda shu kanalni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana misolimda hozir ulandi. Va bu yerda aytayaptiki, yana kimdir, ya'ni meni sherigim bo'lishi mumkin, mana shu biznes menejerdan foydalangan odam uni mana shu biznes menejerga qo'shasanmi deyapti. Yo'q, bizning misolda kerak emas. Yo'q, so'ramiz. Подтвердить knopkasini bosamiz. Bo'ldi, bizda biznes menejer ochildi. Bitta tabni ochib ko'ramiz. Va bu yerda bizda ochgan biznes menejerimiz paydo bo'ldi. Endi biznes menejerda reklama yoqishimiz uchun bizga reklama xonasi, ya'ni reklamni kabineti ila reklamni akkaunt kerak bo'ladi. Bu uchalasi o'zi bitta narsa. Reklama xonasi ham bo'ladi, reklamni akkaunt ham bo'ladi, reklamni kabinet ham bo'ladi. Endi biz hozir sozlamalarda shu mana shu biznes menejerida reklama yoqishimiz uchun reklama kabinet yaratishimiz kerak bo'ladi, reklama kabinet. Xo'p, uning uchun men hozir o'tdim. Mana bir boshdan ko'rsataman. Bu yerda turgan biznes menejer olaman va uni nastroykasiga bosaman. Nastroyka kompaniyani bosdim. Bu yerda umumiy biznes menejeri nastroykalari chiqadi. Bu yerda bor, misol uchun illyuziya. Bu yerda nima qilish mumkin? Boya hozir ham ko'rsatganimdek, bu yerda insonlarni mana shu biznes menejeri yuritish uchun, misol uchun men agar biznes egasi bo'lsam, targetolog taklif qilmoqchi bo'lsam, misol uchun uni targetolog emailni yozib, unga mana shu biznes menejerga do'stlik berishim mumkin.
va shunga o'xshab men agar hali stranitsam ulanmagan bo'lsa, ya'ni boya men ulamagan bo'lsam, shu yerdan ulab qo'ysam bo'ladi. Biznes kanalimni Facebookdagi biznes page deymiz. Tak, endi mana asosiysi reklamniy akkaunti. Xo'p, bizga reklama yoqishimiz uchun reklama akkaunti kerak bo'ladi va uni nastroyka qilishimiz uchun birinchi o'rinda nastroyka va yaratishimiz kerak bo'ladi. Birinchi yaratishimiz uchun давать knopkasini bosamiz. Bizda 3 turdagi yaratish usuli bor. Biz hozir создать новый reklamniy akkauntni bosamiz va reklama akkauntimizni ko'rsatib o'tamiz nomini. Space darsliklari aytsa misol uchun shu nom bilan reklama akkaunti ochyapmiz. Hop, bu yerda chисловой poyezda bo'ladi. +5 Aziya Karachi tanlaganimiz yaxshi. Sizlarda agar Aziya Karachi chiqmayotgan bo'lsa, istalgan +05 soatda tanlasak bo'ladi. Misol uchun Aziya Almata yoki Aktau yoki Aktobe tanlasak bo'ladi. Mana bu yerda chiqibdi. Aziya Karachi shuni tanlaymiz. Va biz reklama akkauntida qaysi valyutadan foydalanishimizni belgilab o'tishimiz kerak bo'ladi. Bizda hozirgi misolda Amerika dollari. Xo'p, endi aytayotdiki, biz birinchi biznes menejer ochgandik va biznes menejer ichida xuddi shunaqa biz hozir yaratayotgan reklamniy akkaunt ulanadi. Shunga do'stlik berasanmi deyapti. Biz hozir beramiz. Sozdать reklamniy akkauntni bosamiz. Xo'p, mana biz hozir reklama kabinetimizni yaratdik. Endi biz o'tib olamiz Ads Managerga. Ads Managerda hozir yaratgan biznes menejer va reklamniy kabinetimizni ko'rib olamiz. Shunda biz ma'lum bir biznes menejer yaratdik va uning ichiga reklama akkauntini yaratdik va so'zladik. Shunaqa. Hozir bu yerda endi reklama yoqishimiz uchun faqat kerak bo'ladi bizdan viza karta va viza kartaning ichidagi pullar. Bu darsimizni keyingi darslarda ko'rsatib bo'ladi, qanaqa qilib biz viza kartani ulaymiz va uni ishga tushirishimizni. Hozircha shu. Bugungi darsimiz tugadi va bugungi darsda siz biznes menejer ochish, reklama xonasini yaratish va uni sozlashni ko'rib chiqdingiz. Va keyingi darslarimizda sizlar bilan auditoriyalar haqida gaplashamiz. Darslarimizni kuzatib boringlar.